Bu oddiy tez yordam mashinasi emas. Bu reanimatik. Bemor hayotini saqlab qolish uchun kerakli hamma asbob uskunalar, bundan tashqari dori-darmonlar hammasi yetadi. Kardiyo monitor, EKG, saturatsiya ko'rsatuvchi asboblar. Eng so'nggi rusumdagi sun'iy o'pka ventilyatsiyasi apparati. Kislorodsiz ham bemorga 30% gacha kislorod berish mumkin. Portativ UZI apparati. Chaqirilgan joyi o'zida bemor ichki organlar faoliyati, ichki organlarning butunligi buzilganligini baholashga imkon beruvchi apparat. Portativ rentgen apparati. Tayanch harakatlanish sistemasidagi sinishlarni voqea joyini o'zida baholash imkonini beradi. Asbob anjomlar o'z yo'liga, lekin favqulodda vaziyatlarda shifokor malakasi birinchi o'ringa chiqadi. Shuning uchun bizning reanimobilda klinikamizning eng ilg'or reanimatologlari sizga xizmat qilishadi.